Endi hozir Abduvahhab akani shogirdlaridan ham bir ikki og'iz intervyu olishni lozim topdik. Aytyapman, otaxonni qilgan mana shu loyihasi juda meni qattiq qiziqtirib qo'ydi. Biz hozir choy ichib oldik, endi ujin qilib oldik. Ma'qulmi taom? Zo'r, malades. Endi ana shu taomni kuchi bilan ustozni o'zbek xalqi uchun, yurtimiz uchun qilishi mumkin bo'lgan loyihasini qo'shimchasini, ya'ni kim loyiha haqida polni tushunchaga egasizlar baribir. Shu haqida sizlardan ham bir ikki og'iz eshitaylik. Xalqimiz sodda xalq ham, yuqoridagilar ham tushunadigan qilib gapiramiz. Endi biz как jurnalist kitobiy tillarga unaqa xohlamayman, oddiy tilda tushuntirishni xohlayman. Shunda sizdan ham eshitamiz. O'zingiz tanishtirib aytasiz endi. Avvalambor Shuhrat aka, sizga katta rahmat. Mana shunday kafega shunday bizlar mehmon qilib ustoz bilan xursand domlalar bilan uchalamizni mehmon qilganingiz uchun katta rahmat. Endi men ismim Otabek, men ham o'qituvchi bo'lib ishlayman, ham Abduvahhab akaning shogirdlari bo'laman. Bu dasturni yaratishga Abduvahhab akaning ustozimizni 40 yil umrlari ketgan. Men yaqin 6-7 yildan beri yordam berib kelaman. Shu xatlarni to'g'rilab yozishga yoki kitoblarni yozishga va dasturlarda qanday programmalar, qanday harakat qilishga, mana shular haqida menga ma'lumot berib yuradi. Qog'ozda yozib keladi, men kompyuterga terib kiritaman. Mana hozir kitobi 10 ta kitobi tayyor. Har bittasi 230 varaqdan edi. Mana kecha yana menga telefon qilyapti. Otabek, yana qo'shimcha yozib qo'ydim, shularni ham kiritaylik, ertaga Fanlar akademiyasi so'rasa, Fanlar akademiyasini oldiga uyalib qolmaylik akademiklardan. Shuning uchun buni ham tezroq kiritishimiz kerak deb menga aytayapti. Men o'zim ham ilmiy ishlar bilan shug'ullanib yurganim uchun harakat qilyapman qo'ldan kelgancha u bergan ma'lumotlarni kiritishga. Endi Abduvahhab akamiz yaratgan platforma haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu platformani 2003-yilda yaratishgan. Ustoz o'zi yaratgan, lekin yaratgan bilan men bilan kelib ishni boshlagan vaqtda ham programmani ichida bir ikkita dasturlarni hali o'rnatmagan edi. Keyin men bilan sekin-sekin o'rnatdik. Lekin platformani umumiy o'zini 2003-yilda tayyor qilishgan bular. Kerakli joylar, asosiy qovurg'asini kerakli joylardan aprobatsiyadan o'tkazishgan, hamma ijobiy fikrlar berishgan. Zo'r, ertaga vatanimizda gullab yashnashi uchun eng zo'r platforma ekan bu. Mana shuni olib chiqishimiz kerak. Yurtboshimiz kelajakda dunyoda kibernetika bilan davlatni boshqaradigan birinchi davlat O'zbekiston bo'ladi. Fandan yoki yoshlarimizni kelajagi uchun birinchi qo'yilayotgan qadamlardan biri bo'ladi deb bot aytib kerakli joylarga chiqdik, lekin baribir foydasi bo'lmadi. Lekin baribir biz to'xtaganimiz yo'q. Qachondir bir natijasi bo'ladi deb mana kitoblarigacha yozib yuribmiz. Endi gapingizni bo'ldim. Siz aytgandek, juda ko'p endi sohani o'z qamroviga olgan loyiha ekanda. Oddiy misol, hozir mana hakkerlar haqida gapirdingiz boya. Biz kamerani o'chirgan paytimizda, ya'ni bugungi kunda mana shu Elon Musk, ya'niki butun dunyoni eng zo'r internet platformalari deylik, telefonlar, kompaniyalar kirib keldi. Ular antennasini qo'ysa, biz yoniga Vahob bobo nomidan bo'lar ekanda, shuni biz antenna qo'yadigan bo'lsak, uni bemalol qildog'idan oladi. Shunday. Undan tashqari bu platforma O'zbekistonda ishga tushadigan bo'lsa, birorta insonning kartasiga kiberhujum bo'lmaydi. Shunday. Undan tashqari butun O'zbekistonda aholi tekin internetdan foydalanadi. Telefonlar ham tekin bo'ladi. Shunday. Hech kim pul to'lamaydi. Yo'q. Nalog, gaz, svet, kommunal to'lovlar hammasi bepul bo'ladi. Keyin shahar ichidagi transportlar bepul bo'ladi. Talabalar bepul o'qiydi. Kontrakt to'lamaydi. O'zini xohlagan sohasi bo'yicha endi ustozni Oliy ta'lim vazirligini boshqarish bo'yicha kitobi bor. O'sha kitoblar men hamkorlikda yozganman. O'shanda yozilishicha aytayapti ustoz,
hamma talaba uyidan turib o'qiydi, ota-onasini oldida, agar oilali bo'lsa, bola chaqasini oldida. Lekin men aytayman, ma'lumotlar talabalarning o'qishi masofadan masalan Zoom orqali bo'ladi, yo'q Zoom orqali bo'lmaydi. Har bir talabaning o'zini ertalab turganda bajaradigan o'zi ishi bo'ladi. Masalan, ertalab 8:30 ga darsga borish kerakmi? Birinchi para matematikani o'tish kerakmi? Domlalar bergan vazifalarni uydan turib bajarib o'sha joyga yana qaytarib tashlab qo'yadi. Agar bajarmadimi, demak butun gruppasi bo'yicha, endi guruhi bo'yicha, ta'lim olayotgan guruhi bo'yicha nechinchi o'rinda yurgani ko'rinadi platformada. Buni ota-onasi ham, vazirliklar ham, quyi tabaqa vakillari ham ko'rib turadi. Keyin u respublika bo'yicha ham o'zi tengqurlari bo'yicha nechinchi o'rinda yurganligi ko'rinib turadi. O'qish o'zini harakati, odamlar o'zini ustida ishlashga harakat qiladi. Keyin ustozni yana bitta zo'r gapi, bu hozir Yaponiyada bor ekan, mavjud ekan. Masalan, bizda Yaponiyada professor bir kun o'zini ustida ishlamasa, maqola chiqarmasa, demak oyligi 1000 so'm yoki 10 000 so'm kam bo'ladi. Agar o'sha joyda assistent bugun maqola chiqarsa, demak 10 000 o'zini oyligi ko'payadi. Mana shu sistemani olib kirib kelmoqchi. Ya'ni mana hozir unvonlar beryapmiz, unvonlar olayapti. Mana kecha yurtboshimiz ham bitta yig'ilishda aytdi, menga diplom kerak emas. Diplomlaring kerak emas. Menga haqiqiy ishlaydigan, mehnatkash, qo'lida kasbi bor odam kerak. Davlatni boshqarishimiz uchun butun hammamiz birgalikda harakat qilishimiz kerak. Mana yurtboshimiz chet davlatlardan davlatni boshqarishimiz uchun nima kerak bo'lsa qilib beryapti. Masalanda, endi shunga javob sifatida siz, biz, qolgan butun xalqimiz harakat qilishimiz kerak. Yonida turib, mana bizlar qo'limizdan kelgan narsani yaratib olib chiqdik. Mana shuni olib chiqishimizga masalan hamma bir-biriga ko'maklashsa, menimcha ijobiy xulosaga keladi. Lekin buni yurtboshimizga yetkazish uchun ustozimiz qanchadan beri harakat qilib kelyapti. Mana ancha yotib ham qoldi. Keyin bir ikkita joylarga borgan ekan, operatsiya qilish kerak degan, keyin bizlar doktorlarga olib borib yugurdik, yo'q, operatsiyasiz ham davolasa bo'ladi ekan deb. Ustozim uni bugungi kunga xursand bo'lib yuribdi. Mana o'tgan yili Nobel mukofotiga yozdik. Mana shu dasturimizda. Bilasiz, u yerda yevroylar ko'proq ularning nazoratida bo'ladi. Bizga ishlash sxemasini so'radi. Keyin ustoz aytdi, yo'q, biz bermaymiz. Biz ularga berdik degan, shu olib ketdi ular degan. Keyin 25 ga yaqinda fevral oyida sanasini aniq qila olmayapman. Fevral oyida yana yubordik. Endi u joydan bu yerda o'zimizdagi mutaxassislar bilan gaplashganimizda mutaxassislar aytayapti, iloji boricha tezroq o'zimizga ishlatishga harakat qilsalaring, u yerdan ham keyin kelib ishlayotganini ko'rsa ijobiy fikr bildiradi deb. Yaxshi. Endi xullas kalom o'zi hozircha juda katta ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shunday. Sizga rahmat, ustozga rahmat, umrlarini Xudo ziyoda qilsin. Bu juda katta fidoyilikda bu. Bu masalan pulni olib yetib-pushtimga yetadigan pul masalan mablag' bor. Menga nima, o'lib ketmaydimi deydigan odam emas ekanlar endi bunday qolib. Bunaqangi shijoat, bunaqangi vatanparvarlik, bunaqangi ruh uncha odamga Xudodan berilmagan bo'lsa bo'lmaydi-da endi bu narsani. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun yurtimizni kelajagi uchun butun millatni ravnaqi uchun qilinayotgan bu harakatlarda inshaalloh Xudo xolasa bardavom bo'lamiz. Aloqada bo'lamiz. To Xudo xolasa yurtimizni oxirigacha prezidentgacha yetib borib, buni hayotga tatbiq qilib, sababchi bo'lib qolsak Xudo xolasa ajab emas. Ishlarga omad, xush ko'rdik. Sizda qo'shimcha yo'qmidi? Sizni gapirtirmadigan bo'lsa, bir ikki oz siz ham fikringizni bildiring. Assalomu alaykum. Shuhrat aka, mehmondoringiz uchun katta rahmat. Mana firmalaringizni ko'rdik. Chiroyli ishni ham restoranlarga olib keldingiz. O'zingizni tabiiy hech qanaqa gormonlarsiz tovuqlarning go'shtini iste'mol qildik. Juda mazza qildik. Rahmat. Meni o'z ismim Xursand, familiyam Saburov, demak texnik fanlar falsafa doktoriman. Mana bu ustozlarni yaqinda ko'p bo'lmadi, bir oycha bo'ldi tanishganimga. Qarasam, bu millat uchun, kelgusi vatan uchun,
kelgusi farzandlarimiz uchun juda ham bir katta yutuqli natijalarga erishib qo'ygan. Bu ustoz o'rtacha deyarli umrining barchasini o'sha millat uchun asosiy qismini o'sha millatning kelgusi taqdiri uchun o'sha programmalar yaratgan dasturlar. Men o'zim kelgusidagi keladigan misol uchun 50 yil oldingi narsalarni misol uchun ustozlar bilan o'tirgan paytimizda o'zi tasavvur qilyapman nima bo'lishini. Misol uchun mana bugungi kunda kibernetika degan, ya'ni plastiklardan pul o'marishlar bo'layapti-yu. Oddiy qilib tushuntiryapti bizga. Misol uchun mana internet tarmog'ida, misol uchun mana serverlarimizda misol uchun hamma ochiq turibdi. Xohlagan misol uchun hakkaga kirib, misol uchun banklardan pullarni o'marib ketish mumkin ekanda. Hozir bizlar ustozning yaratgan programmasida, misol uchun mana O'zbekistonda internetga kirgan joyga bitta server qo'yiladi va o'sha barcha ma'lumotlar bazasi bunda joylashib turar ekanda. Kelgan tashqaridan kelgan o'sha kiber hujumlar birinchi navbatda ustozning programmasidan o'tib bilish kerak. O'ta olmaydi mana shundan. Mana eng katta yutuq mana shu yerda. Bizda mana shu joyda bazada o'zimizda parol, logon parollar turiladi. Buni o'sha hujumchilarimiz hech qanaqasi o'ta olmaydi O'zbekiston ichiga. Men yoqqan narsasi plastikdan pul o'g'irlanish va shunga o'xshagan davlatning sirlarini o'marish degan narsalar bo'lmas ekanda. Bizda o'sha bazamiz, o'zimiz zaxiramizda turamiz. Yana bitta yoqqan tarafi bo'ldi, internet 200 barobar tezlashadi. 200 barobar tezlashadi. Menga eng yoqqani shu. Yana kamiga tekin bo'ladi, naloglar va shunga o'xshagan kommunal to'lovlar tekin bo'ladi. Ana. Yana hozir masalan bitta narsani guvohi bo'ldim. Hozir rostdan men tekshirib ham ko'rganim yo'q edi, aytganiga ishonyapman. Hozir ustozni telefoni bir sim karta. Как perfectim deydi, lekin perfectimga ulanmagan, boshqa kompaniyalarga ulanmagan. Shunday bo'lyaptimi? Xuddi shunaqa bo'lyapti, ustozimiz tushuntiradi. Hozir telefon sim kartalari bor. Lekin platformani o'zida Telegram, Instagram, Facebook, yana qaysi bor? Qisqasi hamma tarmoqlar o'sha platformani ichiga. Masalan, men hozir bepul yozishib o'tiraman ustozim bilan. O'sha platforma men ochaman. Mendan ma'lumot boradi, ustoz o'qiydi. Sizlar foydalanyapsizlar hozir? Foydalanib kelyapmiz. Hozir. Xullas kalom siz endi qachondan beri shu internetga umuman pul to'lamayapsiz? Megabayt olmayapsizmi shunda? Yo'q, men olayapman. Masalan, men ustozni platformasidan foydalansam, masalan, men Telegramga biz platforma uchun $83 to'laymiz bir yilga. Biz O'zbekiston uchun o'sha $83 O'zbekiston uchun to'lasak, platforma ishlagandan keyin butun O'zbekiston bo'yicha internet tezligi 200 million marta tezlashadi. 200 million marta? 200 millionmi? 200 million marta. Hozir xatimiz bor, xatimizni yozganmiz mana shunday IT vazirligiga. Ular ko'rib chiqadimi yo'qmi bilmayman lekin. Lekin mana shunday 200 million marta tezlashadi deb yozganmiz. Ya'ni biz o'sha joyga mana platformamizni qo'ysak, hozir o'sha joydan internet kirib kelyapti-da, kimdir Wi-Fi, kimdir parabolisk antena, yana kimdir televizor, yana kabel nima shuni tortib ketyapti. Biz mana shularni hammasini bitta platformaga yaratib qo'yamiz. Shularni hammasi. Hozir men qiziqtiradigan narsa, sizlar hozir internetga megabaytga pul to'layapsizlarmi masalan? To'laymiz. Abduvahab akaniki to'lamaydi. Yo'q, to'lanadi. Masalan, hozir men sizga yana aytgandek, mana hozir chet el bizga internet kabeli kirib kelgan. O'sha kabelni biz boshiga biz o'zimizning platformamizni qo'ymoqchimiz. Qo'ysa shuni to'lamaydi. To'lanadi, $83 to'laymiz. Общий to'lov O'zbekiston uchun $83. Butun 37 million xalq uchun $83 yetadi. To'laymiz. Biz hozir chunki platformamizga $83 to'lab kelyapmiz. Bir yilda. Shu bitta o'sha $83 ga siz bir yil bemalol ishlatasiz. Agar o'shanga men ulansam, men ham o'sha $83 ichiga kirib ketaman. Siz ulanib bo'lgansiz. Faqat ruxsat kerak bizga. Siz uchun 37 million aholi uchun 11 talik kod yozib bo'lingan. Platformada hammamiz uchun yozilgan, tayyor turibdi. 12 mingta dastur Al-Xorazmning ikkilik modeli asosida 37 million aholiga 11 talik kod yozilgan, faqat ism familiyasini yozish uchun bir hafta vaqt ketadi. Ya'ni
pripis naseleniya deb boya ustozimiz aytdi, ya'ni aholini ro'yxatga olish. Mana shuni nechinchi yildan beri mana bugungi kungacha hali aholini ro'yxatga olish bo'lgan. Qisqasi xullas ham shu platforma ishga tushsa, oddiy internet masalasida telefonda gaplashish, Hammasi bepul bo'ladi. butun O'zbekiston $83 pul qo'yadi, bo'ldi. 37 million xalq bemalol tekin. Ustoz shunday bo'lyaptimi? Televizor, videokamera hammasi через Programma orqali. ana shunda 5 million Keling. kompyuter, Hozir. 15 million televizor, 12 million stolba, ana shunda turgan pamposhkalarni hammasini yo'q qilamiz, o'rniga shuncha iqtisod qilamiz energiyani. Tushundim. Hozir axborot texnologiya vazirligi butun bilmasdan, kompyuterni ishlashni bilmasdan tokni o'g'irlab yotishibdi. Qarang, bitta kompyuter bilan 45 minut o'tirish mumkin, oshiq o'tirish mumkin emas. Hozir yoshlar borib o'tirib olib, azondan kechgacha o'tiribdi. U 220 volt yeydi. Prosessori bor, printeri bor. Shularning hammasi tushunmay shunda biza nima deyapti? Axborot texnologiya vazirlari kuchi ko'payib ketyapti. Biza deydi, elektr to'q ishlab chiqarishni ko'paytirishimiz kerak deydi. Menda navorot. Tushuntira bildimmi? Bitta ana kompyuterim uydagi, serverga ulag'anman Vahob boboni. 37 million telefon. Mana telefonimiz endi bu uyali telefon deyilmaydi. U cho'ntak kompyuteri deyiladi. Cho'ntak kompyuteri. Ekrani bor, klaviaturasi bor. Bemalol yozaverasiz. Biz qayg'osiz davlatni boshqarish bo'ladi. Tushuntira bildimmi? Odamlar shunday yengillashadiki, boshqa представлять qilmaysiz. Hozir odamning kallasini bari mana bunaqa axborot asri deb qo'yibdi. Bular ahmoqlar. Axborot asri emas. Axborotni ishlab olam, обработка qilmagandan o'zi ishlayapti bular. O'zlari shunaqa fikrlayapti. Internetning egasi Sir Ten Bernes aytyapti. Bunda deyapti. Men deydi internetni deydi, jamiyatni birlashtirish uchun chiqaruvdim deydi. Lekin deydi, hozir deydi, odamlar aholi boshqa davlatlar g'alag'ovur shovqinli davrga aylantirib qo'ydi deyapti. Nekontentni informatsiyalar kirib ketyapti. Bu yana chiroyli so'z qo'shganda lozim. Qarang, mana shu internetni ishlatishni bilmaganligimiz biz yani. O'qimaganligimiz. Ular o'rislar tuzak o'qib bergan o'zbeklarga olib ketib qolgan. Lekin internetni kitobini o'qisangiz, internet 3 ta vazifani bajaradi. Birinchi, Wordni, tekstlarni, ikkinchi, tablitsalarni, rasmlarni, uchinchi eng kerakligi fayllarni, programmalarni. Biza bu shuni bilmaydi, yuqoridagini bilib olgan, bo'l urib ishlab yuribdi. Ana internetga boyaga men aytgan uchinchi fayllarni chiqaradigan bo'lsangiz, Mark Zuckerberg kambag'al bo'lib qoladi. Unda hozir 3,5 milliard sayt bor. Har biri 150 ming so'mdan to'laganda qancha bo'lib ketadi? 150 ming dollar to'laganda. Hamanda ana endi biz nima qilamiz, Xudo xolasa, ruxsat bersa, o'zimizning spundligimiz bo'ladi. Vahob bobo turadi bitta o'zi. Boshqa davlatlarni ham qo'yamiz-da, butun hamma davlatni boshqaramiz o'zimiz spundlik bilan. Mark Zuckerberg nima qilyapti? 34 mingta prosessor zakaz qilyapti. Bu prosessorni har biri 5 kilodan chiqsa, 15 tonna narsani yana spundlikka chiqarib qo'ymas. Ko'taradimi uni? Ko'taradimi bilmaydi, hisoblamaydi. Tushuntira bildimmi? U nima qilmoqchi? Gastinisalar sonini ko'paytirmoqchi. Butun O'zbekistonda danisini hemen chiqarish uchun qancha joy kerak? U kallasini o'ylab 34 mingta prosessor qo'ymoqchi. 4 ta prosessor bor hozir. 144 davlatga. Bizani 89-yil, 79 bilmayman, shu yerdan bizga ajratgan joydan biz kabel bilan olib kelib, Qizilqumdanmi qayerdan tarqatyapmiz O'zbekiston. Tushundira bildingmi? Ana shu yerda bular nima qilyapti? Olib tushyapti-da, boyagi 256 gigabaytni Wi-Fi qilib tortib, tumanlarga tortib, katta pul sarflab yotibdi. Buni Wi-Fi'ni o'zi qimmat turadi, ham u zarar u. U o'tgan joydan shaptoli o'smayapti hozir. Ana. Ekologiyaga ham katta ziyon ekan. Bu ziyon uyda men qo'ydirmayman, ko'chaga chiqib qo'ylayman, deyman, zaryad keladi. Telefonni. Tunir ham zarar deysiz. Zarar yomon. Ana. Shunaqa odamlarimiz ham hozir ketdi, odamlar sal yetolmayapti, просто qiyin. Yosh yigitlar уже
mana da bo'lib qolgan. Garantiyalar. 28 mingta ishlaydi DXKda. Bari kompyuterda 28 ming. Mana shuni borib gapirish shunday qilib bir narsa bo'lsa aytolmaydi shular. Yara o'ylayman borib ko'ringiz, kirib chaqiring. Kasallikda o'zi. Asab. Уже bo'ldi. Ular 14 soatlab o'tiryapti kompyuterda, og'ayni. Haqiqiy manqurtkanlarni boryapmiz ekan. Ana zomb ketyapti, kalla ketyapti. Ular faqat bir kishi kallasini yarim shahar ishlatyapti. Bu yerda faqat ko'rish, o'qish. Lekin gapirishga yetolmayapti. Shuning uchun tutuq bo'lib qolgan. Tut anasi yo'q. Ham boylar ko'p. O, juda katta holi. Endi mana bitta bo'ldi, vaqtlar ketdi. Sizga men yaxshi eshitganingiz uchun, qiziqqaningiz uchun, men jonimni beraman deganingiz uchun men hamma narsani aytdim og'a. Endi bu yoqqa o'zingizdan. Men sizni tushundim. Xudo xohlasa kitobingiz bormi hozir? Kitobim yo'q. Kitobim Uyda yo'q. Tashlab beramiz undaqa. Elektronniy variantda tashlab men bundan ham ma'lumotlar qilishga harakat qilaman. Asosiysi bu maqsad sari qattiq kurashishga bel bog'laymiz. Inshaalloh prezidentga yetib borsak, bitta ruxsat olsak, O'zbekiston uchun men уже tasavvur qilishni boshladim. bir gapi bor sizga aytadigan, chin ko'ngildan. Bu hamma hozir bizda o'zimizga bo'lib qoldi. Mana Surxondaryoni polni kompyuterga boshqaradi. Mana Qoraqalpoqni xudo xolasa shogirdlarim-da. Hammasiga beraman va'da. Bular mening bilan yuribdi, birga olib chiqishga harakat qilib tog'ib. Endi siz agar shu olib chiqadigan bo'lsangiz, Toshkent viloyatida sizga bo'ladi. O'zingiz boshqarasiz. Xudo xolasa. Inshaalloh. Shu bilan siz programmalarni o'zgartirib o'rgatib qo'yamiz. Hozir nima deydi? Viloyat hokimiga birinchi informatsiya beradigan siz bo'lasiz. Tushunarli. Ikkita davlat bo'ladi-da. Buni boshqaruv vizualniy, bizlarga virtualniy boshqa. Virtualniy boshqaruvni siz bo'lasiz. Xudo xolasa. Harakat qiling bo'ldi. Yo'q, oxirigacha men boshqa gap gapirish yo'q. Tushundingiz? Hamma narsani men aytdim. Nima uchun? Siz juda menga yoqdingiz. Rahmat. O'sha gaplaringizga qiziqdim. Mehmondorchilik uchun, yaxshi kutib olganingiz uchun ming rahmat sizga. Rahmat. Sog' bo'ling, bola chaqani hozir ko'ring. Abadiy aka bo'lamiz. Dasturxonga bir duo qilaylik. Yangam telefon bor. Haligi telefon yaxshi ishlamayapti odamniki. Voy, sim kart yaxshi ishlamayapti. Ha, mayli. Bu kerak emas. Begavatdaman desangiz hayron bo'lib qoladi bu. Hech qachon bo'lmagan narsa bo'ladi. Shuning uchun aytolmayapman. Taqdimotga ketdim deb chiqqanman-da. Ha, taqdimotga. Begovatga meni oldim. Taqdimotlar qancha million. Ba'zi hukumatda ba'zi vakillari uchun men xalq dushmaniday bo'lib qolganman-da. Mana shunaqangi odamlarning haqiqatini olib chiqaman deb, xuddiki men yurt dushmaniga o'xshab qolganman. Qamoqqa olish choralarigacha ko'rib qo'yishgan. Niyatlar qilib qo'yishgan ba'zilar. Ha, ustoz bir duo qiling. Eng qizig'i yerda. Biz pul so'rayotgan yo'qmiz. Uy so'rayotgan yo'qmiz. Hammamiz bizda virtual uyda. Mening uyim, ishxonam. Hammanglar shay tushasizlar, shay qilaveramiz. Bizga hech nima kerak emas. Uyda o'tirib boshqaraman. Davlatlardagi rahbarlar ham shunday. Hamma shunday Butun boshli qarang, milliard dollarlik loyihani shunday xalqqa havola qilish, xalq uchun, millat uchun bu tikish bu uncha odamning qo'ldan kelmaydi. Ana xat yozayotganimizda aytyapmiz. 1 million atechnik 18 trillion rasod qilib 2030-yil tushiraman deganni xorij kompaniyalari bilan ellik. Men bir oyda tushirib beraman deb yozamiz. Tekin. Bu qiziqmaydi. Tekinga so'zi bor hali. Tekinga. Eng qizig'i investorlar bor ekan. Kerak emas. Keyin yer osti boyliklarimiz bor, turnalarimiz. Ular mayli, u keyin asli tekin. Tushundim. Umumiy ma'nosi ichiga kirib ketyapti. Bo'ldi, duo qiling bo'lmasa tushundim. Allohim shu kunga yetkazganiga shukr Allohim. Shu Shuhrajon ukamiz bilan tanishganimiz o'zi ko'nglimizdan dilimizdan o'tkazib, Alloh shu kunga yetkazdi. Nima orzu-niyatlarimiz bo'lsa, niyatga erishaylik. Dunyomiz tinch bo'lsin Allohim. Shu yuqorida o'tirganlarga yetkazishga harakat qilyapmiz va shu o'tirish sabab yetsa nur istigondir Allohim. Nega ichganimizdan hosil bo'lgan savoblarni o'tib ketgan avlodlarimiz, ruhlarimiz bag'riga, oxiratlarga bag'ishlaymiz Allohim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tayyiba qabsal fasal robbika vanhar inna shaynaka g'olablar. Allohu akbar. Allohu akbar. Rahmat. Xudo uchun.